Hurmatli mijozlarimiz, Elite Building qurilish kompaniyasi Orifon loyihasidan sizlar uchun eksklyuziv variantdagi 4 xonali 129 kvadraturadagi xonadonimizni taqdim etamiz. Bu xonadonimiz sotuvda. Xo'p, planirovkasi bilan tanishtirib o'tamiz. Eshikdan kirganimizda hol ko'rishingiz mumkin. Bemalol oyoq kiyimlarni javonni qo'yib turib joylash imkoniyatlari mavjud bo'ladi. O'ng tomonimizda mehmonxona, katta mehmonxona, mehmonlarni bemalol xotirjam kutib olish imkoniyati mavjud. Ikkitalab oynalari bo'ladi va balkoni ham bo'ladi. Bemalol toza havo aylantirib turishga juda ham yaxshi variant, xudo xolis. Eshikdan to'g'rida kirganimizda oshxona, oynasi bor, dimoxodlari ham bo'ladi. Havo aylanib turishi yaxshi rejalashtirilgan. Bu tomonga yuradigan bo'lsak, sanuzel unitas va bu tomonda detskiy yoki yotoqxona qilsa bo'ladigan variantda, xudo xolis. Bu yerda ham oynalari bo'ladi. Koridor bo'ylab bu tomonimizda yana sanuzel unitas bemalol ko'rib turganingizdek bitta bu yoqda, bitta bu tomonda bor, bemalol. Va to'g'riga yurganimizda bu yoqda ham yotoqxona, bu tomonimizda ham yotoqxona. Uni o'zingizlarni birdiligi, oilaviy sharoitingizdan kelib chiqqan holatda rejalashtirsangiz bo'ladi. Ya'ni bittasini o'sha spalniy, bittasini detskiy, bittasini ota-onalarimiz uchun отдельный xona qilib qo'ysak bo'ladi. Bu tomonda ham oynalari, bu tomonda balkonlari bor, xudo xolisa, va bu yotoqxonamiz uchun mana sanuzel unitazlari bor, bemalol foydalansa bo'ladigan holatda. Bu planirovkadagi xonadonimiz ideal variantda ota-onalari bilan, ahli ayol, farzandlari bilan yashashni rejalashtirgan, niyat qilgan insonlar uchun mos keladi, xudo xolisa. Xo'p, bu xonadonimizni boshlang'ich 200 million so'm to'lov bilan 5 yilga hech qanaqa kredit, foiz va peniyalarsiz, atigi bir dona pasport bilan bo'lib to'lash evaziga xarid qilish imkoniyati mavjud. Oylik to'lovlariga keladigan bo'lsak, 5 yilga 17 million 91 ming so'mdan tushadi.